Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Marjona. Men 22 yoshdaman. Oilaliman. O'g'lim bor. O'g'lim 8 oylik. Hamma qatori men ham blog olib borishni xohladim. Hayotdan qanaqadir motivatsiya или o'zimni qanaqadir yo'nalishga o'zimni bag'ishlash uchun va к чему-то стремиться qilish uchun blogdan men nimani kutyapman? Ozgina o'zimga bo'lgan motivatsiya, masalan shu videoga olsam qanaqadir ishlarni o'ylab topish, nimalarnidir o'zimga o'zim yangilik kiritish, sizlarga qanaqadir narsalarni olib chiqish. Shu uchun boshladim bu narsani. Sizlardan ozgina поддержка kutib qolaman va men bilan birga qolishingizni so'rayman. Bugun sizlarga kechki rutinalarim nimadan iboratligini ko'rsatdim. Bu dasturxon yig'ishtirish va o'g'lim chechib aptechkani yig'ishtirish bo'ldi. Zaodno sortirovka qilib ham oldim. Musorga tashlaydiganini musorga tashladim. Keragini olib qoldim. Shunaqa qilib o'g'lim yig'ladi va videoni to'xtatdim. Hammaga xayr va biz yana ko'rishamiz.